Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, xorijda aka-ukalar. Bugun biz yana bir to'g'ri ketaylar yasovdik, shularni izohlab tashlab qo'yaylik dedim. Bu to'g'ri ketayimizni uzunligi bu 93 sm, eni 1 metr bo'ldi, bo'yi 1 metr. Bemalol emin-erkin yuraveradi. Hamma yo'q fanerdan bitta. Endi bunda universal g'oya kirgizdik. Ana eshigiga qulf o'rnatib bering deyishadi. Endi dehqoncha qilib bir yo'li qulf o'rnatib bera qoldik. Ya'ni mana eshik bo'lsa, mana bu baralarni qo'yib qo'yamiz hozir. Bu bo'lgandan keyin mana reyka baqa tushadi. Tushgandan keyin buni buriladi baqa. Bo'ldi, mana burilgandan keyin mana reyka ko'tarilmaydi, chiqib ketmaydi. Endi yana kamiga biz matga qulfni o'rniga mo'mmoq solib qo'yilsa, puxta bo'lib qoladi mana. Bo'ldi, shu bilan qulflandi to'g'ri ketay. To'g'risi chiqmaydi, maqsad qanaqa qiladi, nima qiladi, ancha boshqatiradi. Haligi ochiq qolibdi, boshqa bo'lmaydi deb, miqlarni suqib qo'ydingmi desa, suqib qo'ydi deydi. Shu bilan haligi qulflanib qoladi o'z-o'zidan. Ochishda ham shu miqlar sug'uriladi. Jicha urinadi endi, mana uni burash kerak tevaga, keyin o'raygan ketaverib turib, ochsa ochilib ketaveradi mana. Endi jicha inasi g'oya shuni ishlatmasangiz haligi o'z-o'zi ochilib ketaversa ham bo'lmaydi. Tuxum yashigi bor. Mana bu karmoshkasi bor. Karmoshkasi ham yaqin 1-3-4 kilo yem oladi. Karmoshkani ham baqa olib tashqariga qoqib yana qo'yib qo'ysa bo'laveradi bemalol. Hamma yo'q fanerdan bo'ldi. Bunimiz narxiga kelsak 700 ming so'm. Endi 2 xonaligi bor, 3 xonaligi bor to'g'ri ketaylarda. Har xil turdan qilib qo'ydi haligi. Xo'rozim urushyapti, ajratish kerak. To'g'rilar bir-birini urishyapti, ajratish kerak. Go'rday bilan quyon boqaman, to'g'ri boqaman desa, unga ajratish kerak. Shunaqa uchun hali 2 xona, 3 xonali qildik. Bu ham 1 xonali o'sha 700 ming so'mlikdan. Mana bunisi 650 ming so'mligidan. Katta xonalarimiz bor, 18 xona, 10 xona, 1,5 million 700 ming so'm. Endi mana shu yerdan turib hozir men o'sha 2 xonali bilan 3 xonalikni sizlarga yozib aytaman. Mana shu o'rtadan bo'liniq. 1.95 da 2 ga bo'lganmiz. 95 danmi bo'lingan. Mana birinchi ko'ringan 2 kameraligi. Mana bunisi 3 kamerali, 2 ga 40, 80 ga 80. Bunisi 800 ming so'm, ana bunisi 900 ming so'm. Jinjinda kamlari bor, yashiklar bor, bardon, bug'doy solgani, 1 tonna 700 kg bo'lgan. 350 minglik katagimiz ham bor, bitta quyonga yoki ko'k to'g'larga degandek. Yana bitta hojatxonalar bor. Hojatxonalar har safar aytaveradi demaylar, bularga sotilib yangilantirib turibdi orada. Klientlar so'raydi bizdan. 120 ga 110. Hamma yo'q fanerdan bitgan. Narxi 1 million so'mdan. Shifrni qadab beriladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'rg'on Shabboda 108 93 506 06 31 telefon raqamimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.